Xudoyim, bechora bola. Ichkariga olib kiraman. Qani? Unga bir qarang, qayoqdan kelib qolding, a? O'yinchog'ing ham juda g'alati ekan. Voy, qo'lchasida xoli ham bor ekan. Seni Aura deb chaqiraman. Endi men bilan issiq uyda qolasan, Aura. Senga g'amxo'rlik qilaman. Afsungarlar akademiyasi. Xudoyim, Aura terib bo'ldingmi? Ha, xolajon. U holda pastga tush. Qani tezda. Rahmat qizalog'im. Gremel bozorga olib borish uchun ularni aravaga yuklash kerak. Bilaman xolajon, har yili bir xil. Yo, Xudoyim, ana u kelyapti. Qizil atirgullar yaproq yozganda Borib salomlash, ulg'ayganingdan ajablanishi aniq. Bilaman xolajon, har yili salomlashaman. Bugun mazali pishiriq pishiraman. Sen uchun juda katta tort tayyorladim. Ovora bo'libsiz xolajon. Voy, nega unday deyapsan? Har kuni ham erkatoy qizginam 16 yoshga to'lmaydi. Voy. Nima bo'ldi? Voy, bilmasam. Qizim, hayotimizni saqlab qutqarib qolding. Rahmat. Yo, Xudoyim, bu yerda nima bo'ldi? Biz ham tushuna olmadik. Ikkingiz ham bilmaysizmi? Aravamga nima bo'ldi? U osmondan tushmagan, ular yog'ochdan tayyorlanadi. Bozorga endi qanday boraman? Aravamni sizga qoldirgandim-a? Endi u o'tinga aylandi. Uni qay tariqqa tuzataman? Sug'urta qildirganman deb o'ylaysizmi? Menga bir qarang. Badavlat odamga o'xshaymanmi o'zi, ha? Xolajon, bugun nima qilib qo'ydim? Bu qandaydir afsun bo'lsa kerak. Afsun? Sehrli qo'lim bo'lsa, u holda kimman? Meni erkatoy qizimsan. Ancha ulg'ayib qolding. Bundan xavotir olma. Yur, tortni totib ko'ramiz. Ammo men bilishim kerak. Ha, bilganim, 16 yil avval seni ostonamda qoldirishgan. Yoningda bu g'alati o'yinchoq bor edi. Mana, tokchada o'sha paytdagidek turibdi. Mitta besonaqa yo'da. Bir kun kelib g'aroyib hodisa ro'y beradi va hammasini tushunib olamiz deb o'ylagan edim. Aynan shunday. Bu kun keldi. 16 yil o'tdi va safarga chiqishga tayyorman. Voy, ancha zang bosibman, harakatlanmaganim uchun. Voy, gapirishni bilasanmi? Yurishni hamma. Ha? Jajji qizaloqqa g'amxo'rlik qilganingiz uchun minnatdorman. Xolajon, nimalar bo'lyapti? Nari tur, aks holda seni... Shoshmang, keragi yo'q. Voy, yo'q, kechir Yodel. Bunday qudrating borligini bilmagandim. Hayratlanarli va og'riqli. Kimligimni bilasanmi? Albatta, sen afsungarsan. Men afsungarman? Kim u? Afsungar, mo'jizaviy kuching bor, Aura. 16 yoshga to'libsanmi? Demak, maktabda undan foydalanishni o'rganishing kerak. Afsungarman va
Maktabga boraman. Oddiy maktabga emas, balki Montrose akademiyasiga, olamdagi eng yaxshi maktabga, afsungarlarning eng nobdor maktabiga. Xolajon. Aura, ulg'ayding. Boshqa bolalardan farq qilishingni doim bilganman. Bu seni omading. Afsungarlikni o'rganib, taqdiringda yozilganini amalga oshir. Yoda seni himoya qiladi deb ishonaman. Nima bo'lganda ham xolang keksayib qoldi. Yo'q, xolajon. Senga ishonaman, Aura. Safarga otlan, o'z mo'jizangni top. Bu kun kelishini bilardim. Sen esa unga ko'z quloq bo'p tur, xo'pmi? Bu meni vazifam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Aura, o'zingni ehtiyot qil. Zarur bo'lsam, seni shu yerda kutib qolaman. Buni bilaman. Qizaloq, ortimdan yur. Senga yo'lni ko'rsataman. Aura, omadingni bersin, seni yaxshi ko'raman. Xolajon, men ham. Ish qilib yo'lni aniq bilasanmi? Albatta bilaman. Ichimda akademiyaga olib boruvchi xarita bor. Lekin yurg'izishga yo'q demasdim. Yordam berasan? Albatta. Yana nimalar qo'lingdan keladi? Shunga ham qodirman. Oh. Iltimos, boshimga bir urvar. Ana, senga musiqa yoqdimi? Juda zo'rmi? Hamma musiqani yoqtiradi. Nima, shuncha yil tokchamda uxlab yotdingmi? Aynan shunday. Hatto qo'g'irchoq sifatida o'ynaganimda hammi? Uyquda edim. Shoshma, qo'g'irchoq deb hazillashdingmi? Umuman hazillashmadim. Bir daqiqa shoshmay tur. Aura, qani ortimdan yur, senga yordam beraman. Xavf xunuk basharasini ko'rsatadigan bo'lsa. Voy! Yo'q. Yo'q. Endi menga qay tariqa yordam berasan? Bu baxtsiz hodisa edi. Yordaming kerak emas. O'zim uddalayman. U holda ketdik. Vaqtni yo'qotmaylik. Va'da beraman. Bu takrorlanmaydi. Bu joylarni yaxshi bilaman. Hozir ko'prik keladi. Bu qanaqa joy? Ancha qo'rqinchli ekan. Buni ko'rdingmi? Menga ishon, yo'ldan adashmadik. Endi esa senga Montrose Afsun akademiyasini ko'rsatishga ruxsat ber. U bulutlar ortidagi tog' cho'qqisida. Bu yog'iga endi nima qilamiz? Ko'p yillar o'tdi. Hatto bunday mustahkam ko'prik ham vaqt o'tishi bilan buzilib ketadi. Sen tashvishlanma. Bu arzimas muammo. Men bu ishni qo'llataman. Bunisiga nima deysan unda? Oy. Ajdar! Ajdarni ko'rmagandim. Yaramas ajdar. Yaramas. Ket bu yerdan. Meni. Hoy! Senga olma yoqadimi? Yo'qol. Voy. Unga tegib ko'rma. Oy. Ey, shoshma. Ajdarga ziyon yetkazma. U akademiyadan. O'zimni himoya qildim xolos. Sen kimsan? Ismim Shon. Akademiyaga ketyapman. Ajdar meni olib boradi. Ammo buning uchun tilla tanga kerak.
Menda tilla tanga yo'q. Ha, tallatanga haqida bilmagandik. Nima, senga maktabdan noma yuborishmadimi? Hammasi unda yozilgan. Maqsadim uni Montrose akademiyasiga olib borish, shuni bilaman xolos. Men bilan borishingiz mumkin, ammo sizlarni qabul qilishlari dargumon. Yodel, bunga ishonching komilmi? Avra, seni olib boraman. Tashvishlanma. Yaxshi, qani ketdik. Darvoqe, ismim Aura. Rostami? Isming Aurami? Ha? U holda uchdik, Aura. Bo'la qol. Qani, meni ajdarim bu. Yodel, qani yura qol, ketdik. Ajdarda uchamiz, ajoyib. Bu birinchi parvozim. Menda ham. Yaxshi. Akademiyaga uchamiz. 1, 2. Ajdar uch. Voy, xudoyim. Juda go'zal ekan. Oho. Montrose akademiyasiga bir qara. Ko'zlarimga ishona olmayman. Yuqoridan bunday ko'rinishini bilmagandim. Ko'zlarimga ishona olmayman. Yordam beraymi? O'zim uddalayman. Mayli, o'zing bilasan. Voy, parvoz ajoyib o'tdi. Mana Aura yetib keldik. Montrose Absun akademiyasi. U men o'ylagandan-da ulkanroq. Siz janob Millersiz. Shon, do'stlarim uchun. Nima bo'lganda ham janob Millersiz. Oxirgi ajdarga arang o'lgirdingiz. Buning sababini ayting. Ular tufayli kechikdim. Boshqalarni ayblashga qaror qildingizmi? Mayli, janob Miller akademiyaga xush kelibsiz. Qizaloq. To'xta. Sen kimsan? Ismim Aura Haffenpfeffer. Ismingizni ro'yxatdan topa olmayapman. Ammo tilla tangam yo'q deb qo'rqaman. U holda sizga kirish taqiqlangan. Ajdarga qay tariqa mindingiz? Lambert, bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Xo'sh, bu qizda tilla tanga yo'q. Lambert. Menda bunday hollar uchun ortiqcha tanga bor. Uni stipendiya deymiz. Mana. Katta rahmat. Bu tug'ma dog'ga qara. Atirgulday qirmizi. Shu hol bilan tug'ilganman. Ko'zga tashlanib turar ekan. Yaxshiligingizni qaytarmoqchiman. Buni yo'lini topishingga ishonaman. Uzr, bu matoh u bilan keladimi? Bu Yodel, u meni olib keldi. Robotlarga kirish mumkin emas. Lambert, bu matoh emas, uy jonivori. Shundaymi, qizim? Bu uy jonivorim bo'lsa kerak. Menda ham bor. Kichkintoylarga juda bog'lanib qolganman. Shundaymi? Ismim Frank, akademiya direktoriman. Men Auraman. Saxovatingizdan minnatdorman. Aura, xush kelibsan. Qani ichkariga, tez orada boshlaymiz. Boshqalar bilan do'stlash, uyalma. Hammangiz tez orada do'stlashib olasiz. Atirgullar bulut ustida o'sishini bilmagan edim. G'aroyib. Ha, bu g'aroyib. Unga nima bo'lgan? Men ismim Ruben. Men esa Geraldman. Xudoyim, Susan bu beso'naqa qizga bir qara. Oy, soch turmaga ham biram bero'xshu. Talabalar, yig'ilamiz. Yig'ilamiz va safga turamiz. Diqqat, hozir sizlarni muhtaram direktorimiz, butun olamga mashhur doktor Hubering qarshilaydi. Meni Frank deb chaqirishingiz mumkin. Rahmat, doktor Lambert.
Bu yoqni menga qo'yib bering. Dam olishingiz mumkin. Montrose akademiyasiga xush kelibsiz. Bu yerda siz yaqinda anglab yetgan tug'ma iste'dodingizni rivojlantiramiz. Shundan so'ng o'z vazifangizni topasiz. Nari to'rajdarcha sen bilan o'ynamayman. Havaskorlardan mutaxassisga aylanasiz. Albatta bunga vaqt kerak. Yodda tuting, bizda faqat shiorimiz majburiy lotin tilidan urin degan ma'noni bildiradi. Muhimi aynan shu. Xo'sh, Lambert ularga sinovlar haqida so'zlab ber. Qanday fikrda bo'lsangiz ham baribir havaskorsiz. Havaskorlar esa shug'ullanishi kerak. Bu yerda bir qator sinovlardan o'tasiz. Sinovlar 5 kun davom etadi. Sizlarni baholashadi. Orangizdagi eng qobiliyatli, eng istiqbolli talaba esa muhtaram direktorimiz. Meni boshchiligimda sizlarga qadimgi sir asrorlarini ko'rsataman. Yana haftasiga 2 marta shirinlik bilan choy ichamiz. Bu esa sizni ust boshingiz. Nima bu? Nimalar bo'lyapti? Go'lamlarga e'tibor bermang. Bu akademiyadagi dastyorlarim. O'zingizga kiyim tanlashingiz mumkin. Aniqrog'i kiyim sizni tanlaydi. Qani boshlang. Voy bu. Ajoyib. Menga yoqdi. Ajoyib zo'r ekan. Yo'q, kerak emas. O'zimniki bor. Bunaqasini kiymaymiz. Xo'sh, kechki ovqat oshxonada. Yaxshilab ovqatlaning, dam oling. Darslar ertadan boshlanadi. Voy, Shu yerdamisan? O'ynashni bas qiling. sen meni pachoqlashing mumkin edi. Nari yur. O meni bolakay deb o'ylayapti. Uni o'ylari jonimga tegib ketdi. Ovqat. Qo'ziqorin solingan taom. Voy, rahmat. Yoqimli ishtaha. Bu joy band emasmi? Men ketyapman. Xohlasang shu yerga o'tir. Rahmat. Akademiya juda zo'r ekan. Shunday emasmi? Olmalarimdan totib ko'rishni istaysizmi? Ular juda ham mazali. Hosil mo'l bo'lganda. Rahmat. Bu rostdan ham juda mazali. Qoyil. Omillarga e'tibor berma. Qolaversa bu olma chirigan. U qayoqdan kelganini bilasanmi? U Olma vodiysidagi eng yaxshi bog'dan terilgan. Ularni o'zim terganman. Terganingni iste'mol qilishingni bilaman. To'g'rimi, qishlaqim? Bunisiga nima deysan? Ugurani tera olasanmi? Qo'ziqoringa nima deysan? Hosilni yig'ish pallasi. Qara. Xo'sh, nima deysan? Nima? Voy. Dahshat. Bas qil. Buni hoziroq olib tashla. Voy. Hozir balki sen ham totib ko'rarsan. Tura qol, Yodel. Ketdik bu yerdan. Juda to'g'ri. Taslim bo'l. Keta qol. Nima? Shoshma. Buni bas qil. Axir bu sen afsuning. Qobiliyatingdan foydalan. Bu joyga kelib to'g'ri qildimmikan? Qizcha, fikringni jamla. Bir bezori bola tufayli taslim bo'lmassan? Albatta yo'q. Sen darslarga borasan. Hammasini o'rganasan va o'zing istagandek afsungarga aylanasan. Bilasanmi nima? Sen haqsan, Yodel. Xayrli tong.
Bu 5 ta sinovdan birinchisi. Uning maqsadi qobiliyatlaringizni baholash. Bugungi sinov ko'rinmaslikka asoslangan. Zinaning eng yuqori qismiga ko'tarilasiz. Unga yaxshilab boqing. U oddiylaridan emas. Cho'qqiga chiqqaningizdan so'ng bu sharni ushlab olishingiz kerak bo'ladi. Bunisiga nima deysiz? Yoki bunisiga? Voy, qoyil. Sezgilardan foydalaning. Uddalaysizmi? Menga birinchi bo'lib sharni olib kelgan g'olib bo'ladi. Istalgan paytda boshlashingiz mumkin. Men uddalayman. Miyani ishlatish kerak. Ishonching komilmi? Kuch bo'lsa aql kerak emas. Menga ishon, qarab tur. Ana. Oh! Voy! Yaxshiyam, aql kerak deb aytdim. Oy. O'zimni yomon his qilyapman. Bu sinovni o'tkazib yuborsam maylimi? Mayli, u holda ochkolarni to'pla olmaysiz. Navbatdagi Uddalayman. Tez orada g'alaba nimaligini bilib olasiz. buni oson deb o'ylaysizmi? Hoy! Hoy, axir bu adolatdan emas. Janob Fin, hayotda adolatsizlik ham bo'ladi. Navbatdagi Bu o'yinda qatnashmayman. Biz ham jur'at qilmaymiz. Bu juda ham qiyin. Hoy yigitlar, Olma vodiysida yomg'ir raqsiga tushardim. Ba'zida bu ish beradi. Ko'maklashasizmi? Albatta, natija chiqsa bo'ldi. Yaxshi yigitlar. Ortimdan takrorlang. Qara, yomg'ir yog'yapti. Rahmat yigitlar. ziyrak qiz, hammasi oson emas qizcha. Oh. Ya Xudoyim, lat yemadingizmi? Hammasi yaxshi, rahmat. Nega bunday bo'lyapti? Chunki yodda tuting, hali ko'p o'qishingiz kerak. Ketsam maylimi? Ha, ketsangiz bo'ladi. Mayli. Dars tugadi. Ertangi mavzu qiyofani o'zgartirish. Ikkinchi o'rnam yomon emas. Lambert turtib yubormaganida yutib chiqarding. Yo'q, Shon yutardi. Chunki u kuchli, juda ham iste'dodli. Robotlarga bu yerda o'rin yo'qligini bilasan-ku. Keyin kechagi holat bo'yicha gaplashib olishimiz ham kerak. Yo'q, bu haqda gaplashmaymiz. Agar takrorlanishini xohlamasang. Ura shoshma, yetib olmayapman. Meni kutib tur. Shoshma. Mayli, juftakni rostla, ammo bu oxiri emas, qishlaqi. Ketdik. Bu kutubxonaga kirishga qaror qilganingdan juda shodmanda. Qoyil, boplading. U qayoqqa ketdi? Nega aynan bu yerga keldi? Shon haqida o'ylamasliging kerak. E'tiboringni o'qishga qarat. Bu eng maqbul joy. Xo'pmi? Tushundim. Bugun aynan shu tufayli g'oyib bo'ldi. U shu yerda o'qigan. Men ham o'qiyman. Sinfda eng a'lotisi bo'laman. Mutolaa qilmoqchi bo'lsang, asosdan boshlashni tavsiya qilaman. Qani ortimdan yur. Bu kutubxonani yaxshi bilasanmi? Albatta bilaman-da. Bu maktabning to'liq xaritasi bor.
mayda tafsilotlarigacha bilaman. Marhamat o'tir. O'qib o'rganishni boshlaymiz. Senga havaskor sehrgarlar kitobini hozir keltirib beraman. Bu o'sha kitobligi aniqmi? Ha, kitobdan tajribasi yo'qlar foydalanadi. Zavqlan. Shoshma, yo o'qishni xohlamay qoldingmi? Yo'q, men shunchaki so'ragandim xolos. Obyektni uchishga majburlash uchun ichki kuchini yo'naltirib, suf-puf deyish kerak. Buni ko'ryapsanmi? Xuddi shu yo'sinda davom et. Gullash jodusi gullar jodusidan mutlaqo farq qilmaydi. Afsun seni o'ziga rom etadi. Ha, ishon. Bu nima bo'ldi? Yodil, uyg'on. Bu yerda qolib ketmaslik kerak edi-da. Shoshma, u yerda eshik yo'q edi. U qay tariqa ochdi ekan? Bilmadim, lekin xaritalarimda bu yer belgilanmaganda. Ammo shom qay tariqa chiqqanini ko'rding, shundaymi? Ha, biroq bu men uchun jumboq. Voy, tong otibdi-ku, darsga kech qolamiz. Jajja Aura, kech qolding. Kechiring, bu boshqa takrorlanmaydi. Buni qora kitobimga qayd etib qo'yaman. Vaqtida kelganlarga aytganimdek, bugun biz o'zgarishlar bilan shug'ullanamiz. Aniqroq qilib aytsak, shaklni o'zgartirish bilan. Buni uddalashimiz aniq. Uy vazifasini qilgan bo'lsangiz, obyektni o'zgartirishni bilishingiz kerak. Har biringiz sehrli tayoqchaga ega bo'lasiz. Ularni asrang. Tayoqchalardan sizgacha ko'plab afsungarlar foydalangan. Boshqasi berilmaydi. Bu ancha kamyob ashyo. Ishga tushirish uchun uchini burang. Janob Miller, kecha g'olib bo'ldingiz. Muvaffaqiyatni takrorlay olasizmi? Ko'z oldimda ko'rganlarimga o'sing deb yuraman. Juda yaxshi bolakay. Barakallah. Xo'sh, sizga yoqdimi? Ketsam bo'ladimi? Doim qayoqqa shoshilasiz? Javobim yo'q. Dars oxirigacha qolasiz. Endi esa, Grant, marhamat, meni xursand qiling. Ha, katta tosh, ajoyib. Davom etsak bo'ladi. Hazilkashlar. Qani, bizni ajablantiringchi. To'xtang. Tayoqchalarni bir-biriga tekkizib bo'lmaydi. O'ylaganimdan ham ahmoqroq ekansiz. Turgan bitganingiz muammo. Shunday davom etsa, ba'zida ikkingizga bitta miya berilgandek tuyuladi. Janob Fin, sizni navbatingiz. Kalta fahmlar, qarab o'rganinglar. Menga yetolmaysiz. Chekkimas, lekin ta'sirlanmadim. Syozan, nimalarga qodirligini ko'raylik. Voydan sichqon-ku, sichqon. Uddaladim, sichqonga aylandim. Ha, do'stim, sichqondan qo'rqasanmi? Dar haqiqat, sichqonga aylandingiz. Endi kech qolgan qiz qay darajada e'tiborli bo'lganingizni ko'ramiz.
Tasavvurimdan foydalansam maylimi? Albatta. Menga aynan shunisi kerak. Marhamat, o'zingizni ko'rsating. Safkov. Bunga qarang. Havoda muallaq turibman. Buni kutmagandim. Juda assos. Kechirasiz. Gullar ostingizdan o'sib chiqishini xohlamagandim. O'zini juda aqlli deb o'ylayaptimi? Hozir ko'rsatib qo'yaman. Unga bir qarang. Shilliq qurtga aylanib qoldi. Shilliq qurt. Juda qiziq. Ammo do'stlarga yarashmaydi bu. Qarang, qirg'iy. Ehtiyot bo'l, Aura. Qirg'iy. Juda yaxshi uddaladingiz. Shilliqurtga joylangan o'zgarish kuchidan foydalandingiz. Hayotiy jarayonni tezlashtirdingiz. Bugun siz g'olibsiz. Tabriklayman. Juda ajoyib. Xo'sh, Lambert, yosh sehrgarlarga o'qish zavqli bo'lishini ko'rsataylik-a. G'alabalar esa u qadar muhim emas. Ammo buni aksini aytgansiz. Iltimos, tayoqchilarni yig'ib ol. O'quvchilarimizga hech kim bu yerga afsungar bo'lib kelmasligini yodga solaylik. Birinchi afsunimda aynigan pishloq bo'lagiga aylangandim. Keyin uzoq vaqt davomida hidi kelib turdi. Meni bazmga ham chorlashmasdi. Sizlarga shuni aytmoqchiman. Xo'sh, bu daladagi qurigan maysani ko'ryapsizmi? Xo'sh, mana qurigan maysalar. Xo'sh, juda go'zal. Baraboms, endi kapalaklar uchsin. Qoyil, ajoyib. Bu kapalaklarga boqing. Sizlardan somon uyumidan ignani topishni so'rayman. U mana shunday ko'rinishda. Endi uni toping. Oddiy odamni bunga qurbi yetmaydi. Yosh sehrgarlar, sizlar uchun bu ajoyib saboq bo'ladi. Bo'ldi, tushundik. Bundan osoni yo'q. To'xta. Eng qiyin afsunga o'zini topishga imkon berish. Ortidan yugurma. Bu tahlid uni tutishing amri mahol. To'g'ri, tushundim. Yo'q, ajdarcha. Kerak yo'q. Menga tegma. Voy, tegma dedim. Robot bo'lganimdan afsuslanib ketyapman-da. Oy, boshim. Voy, tinch qo'y meni. Yaxshi ajdar, bo'ldi. O'tir. Aqlli bola. Nimalar qilyapsan? Direktor aytganlarni, afsunni kelishiga yo'l beryapman. Xo'sh. Uddalayapsanmi? Direktor rost so'zlabdi. Ikki ovsar. Biz tushundik. Oy. Aura, eng qiyini afsunga o'zini topishga imkon berish. Voy. Sen ola qol. Yo'q, kerak emas. Sen ol. U seniki. Bunga munosibsan. Umuman yo'q. Hey, u sizga kerak bo'lmasa bizga bering. Biz olamiz. To'xta. Savol bersam, maylimi? Yo'q, shart emas. Bizda g'olib bor. Uddalashingni bilgandim. Barakalla, Aura.
Topshiriqni yaxshi bajarding. Qoyil, bu yonimga. Qiladigan ishlarimiz ko'p. Tepada nima qilyapsan? Bu tufayli chiqib oldim-da. Men shunchaki bilasanmi, haligi men Yo'da, o'sha sirli eshikni ochmoqchiman. Shu doim qayoqqa boradi? Qani ketdik, ko'ramiz. ha mayli. Aura, sen u haqda o'ylamasliging kerak. O'qib o'rganish lozim. Albatta. Aynan shu tufayli. Albatta, faqat shu nima qilayotganini bilaylik. Aura, shoshmay tur. Bu yoqqa o'ta olmaymiz. Bu qismi o'quvchilar uchun emas. Bu yerda bo'lmasligimiz kerak. Eshik borligini bilganimizda ham uni ochishni uddala olmasliging aniq. Buni qayerdan bilasan? Frank Afsunga imkon berishni aytdi. Qani ochil. Voy, bunga qara. Uddala olmaysan deganding. Ketdik. Voy. Bu nima? Akademiyani eski binosi. U saqlanib qolganini bilmasdim. Aura, ehtiyot bo'l. Juda qiziq. Bu yerda nimalar bo'lgan? Bu ko'hna darvoza. Yana bitta yopiq eshik. Albatta yopiq bo'ladi. Yana Afsundan foydalanaman. Ochilib. Voy, ish bermadi. Uni jodu bilan ocha olmaysan. Haqiqiy kalit kerakmi? Ha, mahkam yopilgan. Afsundan foyda yo'q. Aslida esa bu yerda bo'lmasliging kerak, Aura. Shundan tashvishlanmayapsanmi? Faqat sendan tashvishlanaman. Ketdik, uni topaylik. Unga savollarim yig'ilib qoldi. Bugungi voqea uchun kechir. Ozgina qizishib ketibman. Hech qisi yo'q. Axir o'rganyapmiz. Albatta. Biz bilan o'tirasanmi? Sirlaringni aytarding. Qay tariqa barchasini uddalayapsan, a? Bilmadim. Taklif uchun rahmat. Haqiqatda gaplashib olishimiz kerak. Yo'q, bunday emas. O'zini zo'r deb o'ylayapti. Buni bir sinab ko'ramiz. Seni kutubxonada ko'rdim. Maxfiy eshikdan chiqding. Nima deyotganingni aslo tushuna olmayapman. Bir nimani o'ylab qo'ygansan. Demak, ikki g'olib birga o'tiribdi. Juda yaxshi. Ruxsat berasizmi? Birinchi sinovda yutganingni tushunaman. Bu juda ajoyib bo'ldi. Ammo seni siring nimada? Kapalakni tutish sirini Frank aytdimi? Balki robot hammani chuv tushirganingga yordam bergandir. Voy, yo xudoyim, bu kometami? Ko'zimga ko'rindi shekilli. Meni kechirasiz, hammani qorni ochgandir, a? Umuman olganda ketishim kerak. Voy! Voy! Yo'q, nimalar qilib qo'ydim? Atayin qilmadim. Meni kechir. Xo'pmi? Iltimos. Nari tur.
Sen atayin qilding. Axir kechirim so'radim-ku. Qarshi bo'lmasangiz borib kometani tomosha qilaman. Hozir ta'zirini berib qo'yaman. Bunday qilmaysan. Ha, mayli. Ertaga uni jazolayman. Menga baqirayishni bas qiling. Ovqatlanaylik. Voydod! Kim achchiq qalampir qo'shdi? Bugungi sinov eng murakkabi, eng xavflisi ham bo'lsa kerak. Iltimos, e'tiborliroq bo'ling. Janob Miller qayerdaligini so'ramoqchi bo'lsangiz, shuni ma'lum qilaman. U nufuzli muassasamizni tark etishga qaror qildi. Tun og'ushida qochib qoldi. Bu juda alamli. Shunaqasi ham bo'ladi. Hamma ham oxirigacha qola olmaydi. Endi kiyimingizni cho'ntaklarda tilla sferalar joylashtirilgan. Iltimos, ularni qo'lga oling. Qashdarni o'g'itiga o'xshaydi. Ha, bu sferalar uchar apparatingiz. Ular faqat sizga bo'ysunadi. Voh! Ha, levitatsiya. Kelajakda bu qobiliyatga o'zingiz ham ega chiqasiz. Ammo bugun o'zaro bellashuvni o'tkazamiz. Bulut ichida labirint joylashgan. Shu yerdan boshlaysiz. Uni ortda qoldirish uchun levitatsiya va parvoz ko'nikmalaridan foydalanasiz. Chiqish tashqi tarafida. Shuningdek, sizni bulutlardan iborat to'siqli yo'lak kutib turibdi. Har bir halqa orasidan o'tishingiz shart. Birontasini ham o'tkazib yubormang. Buni birinchi bo'lib bajarib, mana shu bayroqni olib kelgan g'olib bo'ladi. Lekin bir muammo bor. Bulutga tegini ko'rmang. Ehtiyot bo'ling. Aks holda parvozni to'xtatishga to'g'ri keladi. Bulut sizni sekinlashtiradi va siz qulaysiz. Oyoqlaringiz yerga tegsa, poyga siz uchun yakun topadi. Demak, tayyorlaning, poygani boshlaymiz. Voy! Voh! Shaylaning, diqqat, olg'a. Ha! Yana senmi? Umuman imkoniyating yo'q. O'z joyingni bil, Taviya. O'rning quyruqda. Yo'q, mendan qochib keta olmaysan. Yo'limdan qoch. Hey, yo'limdan qoch. Qoch dedim. Voy! Voy bo, mana birinchi qulash. Voy, yo'q. Yo'qmi, yurishda yanglishibman. Yo'q. Hey, avro, bu yoqqa. Rahmat yigitlar. Ha! Yigitlar, bugun omadingiz chopmadi. Qizcha, seni ham kuning emas. Ha, yigitlar, sizlarni aylantiraman.
Finni ortda qoldirasiz. Bo'ling. Mahkam ushlang. Yigitlar, bayroqni oling. Yo'q! Qoyil. Ha, g'aroyib. Lambert, ishonaver. Va nihoyat biz yutdik. Aura sen tufayli albatta. Sizlar menga yordam berdingiz. Darvoqe, labirintdan qanday o'tdingiz? O'yimizda shunday bor. Ota-onalar bunaqasini juda yaxshi ko'rishadi. Bu hali hammasi emas, ablahlar. Hammasi tugab bo'ldi. Marra chizig'ini kesib o'tdik. Marraga yetib keldingiz. Yakuni ham murosasiz o'tdi. Kim g'olibligini oxirigacha bilmadim. Sen va ezgu amaling. Aura bu ishingdan ta'sirlandim. Rahmat janob. Bunisi muhim emas. Rost. Bu hammamizga saboq bo'ldi. Shon buni ko'rmaganidan afsusdaman-da. Nega ketganini bilasizmi? Afsuski yo'q. Yana bir g'alat holat. Meni xonamga kimdir kiribdi. Juda muhim narsam yo'qolgan. Bunda Shonni ayblamayman. Shunchaki nega bu yerda emasligidan hayronman. U menga mulohazali boladay ko'ringandi. Butun kun davomida uni izlayapman. Juda xavotirlanyapman. Bugunga yetadi. Doktor Huberingning ishi ko'p. Hamma darsga qaytsin. Marhamat. Hech yo'q, Lambert. Azizam, xuddi shu yo'sinda davom et. Omad. Frankning xonasiga Shon kirdi deb o'ylaysanmi? Bilmadim. Yodil, bir gap borligini sezyapman. Haqiqatda shunday. Shon g'oyib bo'ldi. Qo'riqchilar esa endi darvozada turish o'rniga shu yerda. Nimalar bo'layotganini bilishim kerak. Avval bu yerda nima bo'lganini aniqlayman. Yodil, bu maktab tarixini bilishim shart. Bizga kitoblar yordam beradi. Juda g'alati bo'lyapti. Bu akademiya tarixi joylashgan bo'lma. Maktab haqidagi ma'lumotlarni shu yerdan topish mumkin. Mana shu joyda. Voy, Kimdir hamma kitoblarni yashirgan. Kimdir maktab tarixini bilishimni xohlamaydi. Ammo bu kimga kerak? ana uni qara. Bu Shon. U qo'riqchilarni chalg'itdi. Ortidan yur. Tezroq, ulguramiz. Voy, bu joyga bir qara. Ha, bu qadimgi akademiya. Men bilan borishingiz kerak. Axir aytdim-ku, yo'q, Shon, u ortingdan dunyo chekkasiga ham boradi. U chekinmaydi. Bunga yo'l qo'ya olmayman. Ular kim? Nega u bu yerda? Uni chaqirmagandim. Ortingdan keldim. Siz kimsiz? Uni bobosiman. Bu yerdan ketishingiz kerak. Seni boboymi? Nega buni menga aytmading? Iltimos, kim bo'lsangiz ham ketinglar. Shon, uni olib ket. To'xta. Bu robotni qayoqdan olding? Sen kimsan? Aura Haffenpufferman. Olma vodiysidan. Tanishganimdan xursandman, janob. Ha. Olma vodiysidan emassan. U yerda ulg'aygansan. Robot seni olib borgan. Ana shu yerda tug'ilgansan. Isming Montrose, bobong esa bu maktabga asos solgan odam. Kechirasiz. Nima? Hech nimani bilmaysan. Mayli, faqat tezda bilishing kerak bo'lganini aytaman, ammo keyin ketasan. Demak, quloq sol.
Tug'ilishingdan ancha oldin bobong Avgustin Walter Montrose bu o'lkalardagi eng mohir afsungar edi. U juda mehribon inson ham edi. U odamlarga ko'maklashardi. Rost. Bobong yosh sehrgarlar afsunning barcha turlarini o'rgana oladigan akademiyani qurishga qaror qildi. Ammo bir kuni shu joylar yaqinida bir sandiq, juda xavfli sandiq topildi. U ko'p yillar avval ko'mib qo'yilgandi. Unda dahshatli kuch bo'lgani uchun o'zgalar ko'zidan uzoqqa olib ketildi. Yovuzlarning qo'liga tushmasligi uchun. Bobong bunday kuchni har kim ham jilovlay olmasligini bilardi. Shu bois uni ikki qismga bo'ldi. Endi unga ega chiqish uchun afsun va sehrli kalit kerak edi. Ularning yordamida bu kuchni bo'ysundirish mumkin edi. U ikki kalitni yaqin do'stlariga saqlash uchun berdi. Birini u menga topshirdi. Ikkinchisi kimda? Senga xavf tahdid solayotganini bilganingda quloq sol. Bobongga xiyonat qilishdi. Albatta u menga kalitni berishni va afsunni yo'qotishni buyurdi. Buni rad qildim. Shu bois meni qafasga joyladi. Afsunimdan foydalana olmayman. U taslim bo'lib tezda fikridan qaytadi deb o'ylagandi. Ammo bobong uni sirni hech qachon ochmasligimni bilgan. U haq bo'lib chiqdi. Faqat u oilasini xavf ostiga qo'yayotganini tushunmasdi. Dastlab ota-onangni olib ketishdi. Bu dahshatli edi. U seni qutqarib qoldi. Ammo tahdid yo'qolmaganini bilardi. Shu bois ham seni olib ketadigan robotni yasadi. 16 yoshga to'lganingda qobiliyatingni payqab, boshqa sehrgarlar singari shu yerga kelishingni bilgan. U bungacha dushmanlarni mag'lub qilishingga umid bog'ladi. Keyin seni bag'riga bosishini ham. Afsuski, u yanglishdi. Mahv etganini hech kim bilmaydi. Shunisi ham yaxshidir. Bu joduni saqlab kelayotgan ekanman. Yovuzlar uni topa olishmaydi. Mahluq kelyapti. Ketishingiz kerak. Bobo, siz bilan ketamiz. Yashirining. Xavf ketganda imkon qadar olisga yo'l oling. Har ikkingiz ham chopinglar. Bunga aralashmasliging kerak. Endi kech bo'ldi. To'g'risi, afsuningdan ta'sirlandim. Quloq sol. Birga ishlaymiz. Kim yovuzligi muhim emas. Senga yordam beraman. Ajdarni oldiga olib boraman. Omad tili. Javobim so'nggi 5000 kundagidek. Senga hech nimani aytmayman. Bobo, endi panjara ortida qolmaysiz. Yo'q. Ajdar, senga sovg'am bor. Abrafraktansiya. Bu joduda qudrat yo'q. U shunchaki o'rganish uchun. Qo'limdan kelganini qilyapman. Shon, ehtiyot bo'l. Hoy, Bobo! Mana shunday ajdarchi. Bu yerdan yo'qol. Hoy ajdaho, men bilan bir bellashib ko'r. Yo'q, bu yoqqa kel.
Yo'q. Bubuga ziyon yetmasin. Meni ajdarim, lat yemadingmi? Bu bola nima qilganini qara. Hammasi tugadi, Miller. Makkorliging jonimga tegdi. Frank, Muammoni hal qilish yo'lini topdim. Senga bola, menga esa kalit kerak. bo'ldi Frank. Uni beraman. Bu yoqqa. Sen yutding. Aytganingdek qilaman. Faqat unga tegma. Nabirangni ertaroq tutishim kerak edi. Ancha vaqtni tejardik, ha? Nima deding? Iltimos, u yolg'iz nabiram. Va nihoyat aqling kirganidan xursandman. Qani boshla, qadrdon do'stim. Aytganingdek qilaman. Yaramas ablah. Frank yovuzmi? Bo'la qol yo'da. Yugurdik. Va nihoyat, endi chetga o'tib tomosha qiling. Omnipotentes facer baterum, min dictatere dilapidas altere, in fortute magnum ad atere capensem be. Contra altere illas pujas siterere, elementaric sapienta tu citaras est, cum inum hac verba me citas venimus? Men senga o'z sirlarimni topshiraman. Yo'q. Shon. Он так прекрасен, не правда ли? Теперь твой ключ. Bobojon, unday qilmang. Shon, shunga majburman. Qarshi bo'lmasang, senga aytilgan joduni ham. Clava Mackensief. Tuamantum Universal. Joduni oxirgacha aytmay meni aldayman deb o'ylayapsanmi, ha? Frank, bilganlarimni aytdim. Qasam ichaman. Uchta kalit kerak. Uchinchisi kimda bo'lishi mumkin? Ha, albatta, tug'mador. Bu holga qarang, atirguldek qirmizimi? Qari Walter uni bejiz asrab qolmagan. U qiz unga nimaga kerakligini bilgandim. Esli ajdar. U bizni o'ldirishi aniq. Yo'da. Boshqa nayranging qolmadimi? Kalitimni burchi. Tezda. Bunga vaqtimiz yo'q. Yashirin qurolimni ishga solaman. Yaxshi. Bu nimasi? Ish beryapti.
Unga musiqa yoqadi. Davom et. Ularni ortidan boraman. Bu qiz kerak bo'lganida qayoqqa yo'qoldi? Qaytgunimcha ahmoqlik qilmang. Doktor Hubering, nimalar bo'lyapti? Bu nima bo'ldi? Ishimga burningizni suqmang. Frank, talabalarga hujum qilib bo'lmaydi. Juda mehribonsan-da. Qo'rqib ketganiga qarang. Asrlar davomida qotib turadi endi. Xo'sh. Yo'q, bunday qilib bo'lmaydi. Bunga yo'l qo'ymayman. Voy. Bu jajji aurami? Aynan seni izlayotgandim. G'alaba qozonaman deb o'ylamayotgandirsan? Yovuzliklarga chek qo'yaman. Tan olaman, juda jasur qizsan. Ammo gap sotish jonimga tegdi. Menga tegishlisini ber. Yo'q, Frank, bunga yo'l qo'ymayman. Avval men bilan kurash. Juda soz, bo'la qol. Xo'sh, bunga nima deysan? Yo'q. Endi bunisidan totib ko'r. Mitti millerlar qo'shiniga aylanaman. Senda imkon yo'q. G'aroyib, birgala zarar kunandalar. Katta kuch kerak. Uni bu tahdid ushlab qola olmaymiz. Meni bir yog'li qilmoqchimisan? Bilmagan bo'lsang, Afsunni mukammal o'zlashtirganman. Seni yo'q qilaman. Hozir yetib olaman, tezkor chumchuq. Uchishni bilasan, lekin yashirna olmaysan. Qochib qutula olmaysan. Ha, quloq sol, Miller. Miller, zavq olyapsanmi? Hoy qushcha bo'ldi, bas qil. Ehtiyot bo'ling. Bobojon, u ortingizda. Voy, men bola va qizni unutibman-ku. Frank, yo'q dedim. Bolalarga tegma. Shu yerda to'xtayman. Men bilan kurash. Bo'la qol. Iltimos, bunga bolalarni aralashtirma. Bu seni zaif tarafing. Seni yo'q qilib tashlayman. Buni oldindan ko'rishing kerak edi. Odatda toshga aylantirganimda insonlar qanday holatda qotganini fahmlashmaydi. Meni ajablantirasiz degan umiddaman. Boshlaymiz. Nega bunday qilyapsiz? Buni Lambert bilan muhokama qildim. U tushundi. Bu qadar yomon inson bo'la olmaysiz. Ichingizda xato qilganingizni qisman bo'lsa ham tushunayotgandirsiz. Qanday xato? Gapir. Bobobni o'ldirdingiz. Ota-onamni ham. Ha. Qo'limdan kelganini qildim. Buni yana bir marta bajaraman tez orada. Ketishimiz kerak. Qiziq, qayoqqa ketyapsiz? Qayerga? Nega qochib ketyapmiz? Chunki u bizdan kuchliroq. U boboyni toshga aylantirdi, Shon. Uni yengmasak, keyin kech bo'ladi. Aura, nahotki tushunmayapsan? Uni yenga olmaymiz. Umuman olganda u haq. Shon, yo'q. Nimalar qilib qo'yding? Qizcha qo'lingni bersang hammasi tugaydi. Qani? Hech qachon. U holda o'zim tortib olaman.
Xo'sh. Unda bir uchqun bor. Shon, biz uddalaymiz. Axir buni bilasan. Birga uningdek kuchlimiz. Ha, faqat menda jodu yo'q. Afsungar emasman. Sen talabasan. Xuddi mendek. Oilamdagilarda qobiliyat bor, lekin menda bu yerga bobomni topish uchun kelgandim. Shu yerdamisiz? Yoshlar vaqtni chog' o'tkazayotganini ko'ryapman. Bu mo'jaz qora yuragimga dalda bo'lyapti. Menga yordam berasanmi? Buni xohlardim. Ammo sehrgar emasman. Bolakay, sen uchun jodu topiladi. Shon! Vaqtni suyukli talabalarim bilan o'tkazyapman. Qani bu yoqqa kel, Aura, qo'limga tushasan. Orzuga ayib yo'q. Men shu yerdaman. Taq. Shu yerdaman. Sen bilan yolg'iz qoldim. Sendan qo'rqmayman. Frenki shu yerda. Yolg'iz o'zingsan. Juda aqlliman deb o'ylaysan, shundaymi? Bilasanmi nima? Meni mag'lub eta olmaysan. Bu meni o'yinim. Bunga nima deysan? Juda kuchlimi? Mana ko'rdingmi? O'quv yili tugaguncha chig'anog'ingdan chiqishingni bilgan edim. Juda sodda dilsanda. Endi buyuk xotima. Menga tegishli bo'lgan narsa senda bor. Uddalay olasanmi? Sim zamazam bim ochil. Kuldan qayta yaral. Menga qudratingni ko'rsat. Mana shunday. To'xta! Endi menga ochil. Senga xizmat qilaman. Va nihoyat haqiqiy qudrat qo'limda. Hamma qarshimda tiz cho'kadi. Statis malis sarilis. Ana endi do'stlarim. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Bunisiga rozi emasmiz. Qo'rqib ketyapman. Salom va alvido. Dastlab qay birini o'ldiramiz? Takliflar bormi? Bolalar, quloq soling. Men bilamisiz? Ha, biz sen bilamiz. Gap bunday. Yomg'ir raqsi yodingizdami? Imkon qadar ko'p bulut to'plang. Keyin ishoramni kuting. Tayoqchalarni ham tayyor tuting. Shon, aytganimda bu sandiqni yopasan. Tayoqcha ham qo'lingda bo'lsin. Hoy, Frank! Bu men, Auraman. Suyukli o'quvching. Ha? Senga nima kerak, Aura? Shunchaki ta'sirlanganimni aytmoqchiman. Qobiliyatlaringga guvoh bo'lib, senga qo'shilmoqchiman. Albatta, qizaloq. Haqiqiy qudratni anglab yetganingdan shodman. Ittifoqchim bo'lishim mumkin. Xo'sh, nega fikringdan qaytding? Juda qiziq. Ha, negami?
qancha ulkan bo'lsang, shuncha ulug'vorsan deb hisoblayman. Ajoyib fikr. Unga qo'shilaman. Xo'sh. Nima qilmoqchisan? Biroz bezanmoqchiman xolos. Ishonching komilmi? Ha, albatta. Mutlaqo ishonaman. Sen hammadan zo'rsan, Fred. Yo'q. Oshirib yubording. Bas qil. Bolalar, bo'ling. Dosh bera olmayapman. Oshirib yubording. Bo'linglar. Kenaybiz, to'g'risi. Bas. Nima qilyapsiz? Bas qiling. Shon, bo'l. Buni uddaladik. Qoyil qildik. Yo'q. Aura, sen uddalading. Buni birga bajardik. Ha! Yana bir marta takrorlaymiz. Bu g'aroyib bo'ldi. Сможешь освободить дедушку? А всех можешь расколдовать? Это было бы замечательно. Buni kim qildi? Hozir jazosini oladi. Kiyimimga qarang, chang bosibdi. Yashasın! Yashavar! Aura, barakalla qizim. Meni uchratgan eng jasur qizsan. Boboy ham sen bilan faxrlanardi deb o'ylayman. Nabiram, Bobojon, izlab kelishingni bilgandim. Oh, qotib qolganga o'xshayman. Tushunayotgandirsiz. Augustin B, vazifangni bajarding. Mexanik do'stim, sizlarni yana ko'rganimdan bag'oyatda xursandman. Augustin B. Avval hech uchmagandim. Har holda ajdarga minmaganim aniq. Yo xudoyim, butun kun parvoz qilishim mumkin. Ha, bu nima? Maktabmi? U ulug'vor va ulkan. Sizga alohida joyni hozirladim. Ha, juda katta ekan. Olma vodiysidan farq qiladi. Xola, haqiqiy bobomni tanishtirishga ruxsat eting. Augustin Walter Montrose. Sizga rahmat. Nabiramga g'amxo'rlik qilmaganingizda hozir uchrashmasdik. Azizim, sizga katta rahmat. Ha, nima deyishni ham bilmayman. Sizlarga yangi ustozimiz Aura Montrosni tanishtiraman. O'zingiz bilgandek, maktabimizni sizlar tufayli ozod qildik. Bobom bilan sizlarga minnatdorlik bildiramiz. Hammangizga katta rahmat. Do'stlarimga alohida minnatdorlik bildiraman. Finn, Susan, Grant, Ruben va Geraldga va albatta Shonga. Agar u bo'lmaganida Frankni tosh qo'shiniga aylanardik. Kelinglar, Yodel va Bubuga ham rahmat aytaylik. Endi esa yangi ustozimiz janob Millerni va birinchi shogirdi Lambertni qarshi oling. Keyingi o'quv yili Montrose Afsun akademiyasi tarixidagi eng yaxshisi bo'lishiga ishonaman. To'g'rimi, bobojon? Biz Afsun akademiyasimiz. Yashasın! Yashasın!